Assalomu alaykum aziz fermer va chorvadorlar, dehqonlar. Mana 2026-yil ham boshlandi. Hozirda yanvar oyida ekanmiz. Uji dehqonlarimiz allaqachon o'zini rejalari va tadbirlarini boshlagan, o'zini hisob-kitobini. Bugungi kunda Ox Agrodan taqdim etilayotgan Electus kompaniyasining makka jo'xorisi, Seyd Amerika kompaniyasining makka jo'xorisi va Bravo kompaniyasining Lexus navli makka jo'xorlarini taqdim etmoqdamiz aziz do'stlar. Mana bu Electus kompaniyasi Torch navli urug'i ichida 50 ming dona. Bir narsasi muhimki, buni hozirgi kunda bizda 5 xili mavjud. Mana bu Seyd kompaniyasi Amerikadan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga import bo'layotgan bu tovarni 10 xili hozir bizda mavjud Ox Agroda va Bravo Lexus urug'ining esa buni 5 xili navi mavjud. Endi bir narsa bor. Bugungi kunda dehqonlarimiz juda ham biladiki, hosildorlik qanday bo'ladi, hosili qanday bo'ladi desak, bu asosiy ikki yo'nalishga, xohlang silyosga, xohlang donga. Endi agar birinchi hosilga ekadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizga don muhim, donga ham yaxshi bo'ladi. Agar bug'doydan keyin ikkinchi o'rinda ekadigan bo'lsa, dehqonlarimiz silyosga ham yaxshi bo'ladi. Ikkinchi bug'doydan keyin agar bug'doydan keyin ekadigan bo'lsangiz, makkalar. Endi yana bir narsa borki, aziz do'stlar, urug'chilik kompaniyalarini O'zbekistonga kirib kelar ekan, buni barchasini o'zini sertifikatlari mavjud. Kelib ko'rishingiz mumkin yoki qo'shimcha ma'lumotlar telefonda beraman. Qonuniy notarial tartibda O'zbekistonga kirgan urug'lar, bu shartnomasi bor. Ox Agro da bor. Sizlar bilan yetkazib beramiz. Qaysi viloyatda yo qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta urug' qo'lingizgacha yetkazib beriladi. Endi yana bir narsa borki, kimyoviy preparatlar, ya'ni kimyoviy dorilar. Sunset kompaniyasi Turkiyani barcha insektisid, gibritsid, fungisid dorilari mavjud. Aloqaga chiqing, xudo xolasa Ox Agroda shaxsan o'zim telefon qilib ma'lumot beraman. Keyinchalik bog'dorchilikka sepiladigan, yaqinroq keling. Keyinchalik mana bu bog'dorchilik uchun keltirilgan dorilarimiz ham mavjud, bargdan sepiladi. Bu biz mavjud bilamizki, bugungi kunda o'zim urug' sotaman. Mana bu Electus kompaniyasini shirin makkasi, men o'zim boshqacha Klaus degan firmanikini sotaman, juda ko'p sotganman ham. Bu yaxshi nav, buni ham sinab ko'rishni tavsiya etaman. Ox Agroda bor. Endi makkalarga aytadigan bo'lsak, barcha ma'lumotlar qo'shimcha yana beriladi. Aytaylik, bugungi kunda O'zbekiston sharoitida bular sinovdan o'tgan, toki bizni qo'limizga kelguncha barcha ma'lumotlarni tekshirib, aniqlik, oydinlik kiritilib xalqqa taqdim etamiz. Ox Agro tomonidan sizdan taqdim etilayotgan import tovarlar xalqqa taqdim etilar ekan, barcha litsenziya va sertifikatlarini, aytaylik, siz bir xalta oladigan bo'lsangiz, men bir xaltasini ham sizga o'shani sertifikatini kserokopiya qilib yoki nusxasini yoki telefondan yoki telegramdan bo'lsa ham tashlab beraman. Endi bir narsa borki, bir narsa men sotuvga chiqaryapmanmi Ox Agro tomonidan. Bu aniq oydin chetdan keltirilgan, hujjatlari bor. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Ox Agroni kuzatib boring. Yaxshi va yangi ma'lumotlar Ox Agroda. Kelayotgan yilimiz barokatli, hosilli, yaxshi yil bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz.